to'planib ol. Mana plan qilyapsan. Tez hammang darsga kir. Qo'ymas ekansiz shunday bir. Ketamiz yaqinda mana shu maktab bitirib qutulasiz. Va bolalar kimda ikkita algebra kitob ketib qolgan, menda ikkita ona tili va almashtiramiz, kelishib ketamiz. Bolalar, orqasiga Shohjahon deb yozilganda kitobim shunday qarab oringlar, 60 ming ishtirok to'lab o'tirmay. Va Sitor, men parta o'rtasidan chizgandan keyin chegara qilib o'zingiz ikki tarafga ajratib, o'shani yarmigacha o'chirdim, yarmini o'zingiz o'chirib, ustoz aytdi, o'chirib bitarkanmiz. 27-kun imtihonlaring bilasizlar. O'sha uchun imtihonga 5000 yig'ib mana ustozlaringiz isbot qilishimiz kerak. Menga ko'zingni yo'q qilyapti, men uchun emas, ustozlarim uchun, tushundingmi? Nigorsa sizga atrofga tagiga tashlaymiz, ha. Tak bolalar, imtihonlarni ham boshlab oldik, bilasizlar. Birinchi imtihon meni fanimdan, ya'ni jismoniy tarbiya fanidan. Sizlar bilan 100 metrga yuguramiz. Ya'ni 100 metrda 10 sekundda kelgan odamga 5, 12 sekundda kelganingga tur, qolganlarga 3. Shuning uchun yaxshilab tayinlaninglar. Ustoz sir bo'lmasa o'zingiz nechida kelgansiz? Chiqib ket. Bolalar, mana imtihonlar ham o'tdi. Shu uchun gapim tugatmadim hali. Eshak. Buncha hammang baqir-chaqir qilasa, butun maktabda boshingga ko'tarib. Shuni ayting. Bitirib ketaman deb hammang maktabda boshingga ko'taryapsanlar. Undan ko'ra o'zlaringdan keyingi sinfga yaxshi o'rnak bo'lib ketsalaring bo'lmaydimi? Yaxshi narsalarni o'rgatib ketsalaring bo'lmaydimi? To'g'rimi? Aka, mana qara bratishka, darsdan qochayotgan vaqtda faqat majliy o'rdan, tushundingmi? Chunki bu yoqda kamera olmaydi. Qara, hech qayerda kamera yo'q. Bozorlar. Hali ham ketmadingmi? Ketaman hozir, domla, ketaman, bo'ldi men. O'rgatib ketdingiz, o'rgatib ketyapman. Bo'pti, mayli, yaxshi qo'yinglar. Hammalaring o'zlaringga o'rinlaring bor. Maktabga kelib turinglar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. To'g'rimi, ustozi? Shuni ayting. Медлячок, чтобы ты заплакала.